Sen o'zgarishni xohlaysanmi, xohlamaysanmi, hayot seni o'zgarishga majbur qiladi. Agar sen buni anglasang. Assalomu alaykum. Sizlarga tushuntirib o'tmoqchimanki, sizni holatingizni. Tasavvur qiling, bir mashinangiz bor. Ya'ni bu mashina bir manzilga borish kerak. Hozirda esa mashinangiz buzilgan. Agarda siz o'sha manzilga borsangiz, o'sha manzilga sizni misol uchun deylik, baxtlilik, muvaffaqiyat, rivojlanish kutib turibdi. Lekin siz bu yerda esa meni mashinam buzuq, meni mashinam yurmayapti deb nolib o'tiribsiz. Siz xohlagan manzilga yetib bora olasizmi? Yo'q. Nega? Chunki siz mashinani tuzatishga harakat qilmayapsiz, balki nolayapsiz degan. Insonni miyasidagi fikrlari ham xuddi shu mashinaga o'xshaydi. Agar sizdagi nosog'lom fikrlar bo'lsa, sizni to'xtatib turadi. Bitta nuqtaga ushlab turadi. Agarda sizni miyangizdagi fikrlar qo'rquvga, xavotirga, vahimaga, nafratga, alamga asoslangan bo'lsa, u sizni bitta nuqtaga ushlab turadi. U sizni rivojlantirmaydi. Hech qanday manzilga bordirmaydi. Nima uchun u to'siq fikr hisoblanadi? Ana endi siz mana shu to'siq fikrlarni yo'q qilmagunizcha hech qanday natijaga erisha olmaysiz. Men nima demoqchiman? Insonni o'zini ichki haqiqatlari bo'ladi. Yoshligingizdan boshlab siz to'plab kelgan haqiqatlar. U haqiqatni ikkita narsa buzib yuboradi. U nima? Hayotiy qandaydir zarba yokida chuqur anglov. Misol uchun deylik, sizni agarda u ham o'zingizga bo'lgan munosabat yaxshi bo'lsa, nimadir eplay olmayman desangiz, eplay olmayman deb turib harakatga kirishsangiz ham qayta zarba olaverib, ichki yonish orqali siz nimanidir o'xshatib yuborishingiz mumkin. Lekin bu hammaga ham o'xshamaydi. Ana endi o'zingizga bo'lgan munosabat mutlaqo boshqa tasdiq bilan yotibdi. Bu nima degani? Sizni o'zingizga bo'lgan munosabat, meni qo'limdan hech narsa kelmaydi, men eplay olmayman, men uddalay olmayman, men chorasizman, men imkonsizman, men kuchsizman va hokazo. Mana shunday o'zingizga bo'lgan tasdiqlar bilan yashayapsiz. Mana shu tasdiqlarni buzib tashlamaguncha, mana shu tasdiqlarni yo'q qilmaguncha siz hech qanday o'zgarmaysiz. Buni qanday qilib yo'q qilsa bo'ladi? O'sha tasdiqlarni qanday buzib tashlasa bo'ladi? Men hozir buni sizga tushuntirib beraman. Siz miyangizni qanday ishontirgan bo'lsangiz, hozir men sizga bitta misol keltiraman va keyin uni yuqorida aytib o'tgan bilimni tushuntirib o'taman. Tasavvur qiling, ikkita inson bor. Kimdir yaxshi natijalarni qilyapti, rivojlanyapti. Bir inson esa rivojlana olmayapti. Ularni qo'li, ko'rinish jihatdan, ko'rishi hammasi почти bir xil. Lekin ularni ajratib turuvchi narsa bu ularning fikrida. Men nima demoqchiman? Mana shu fikrlash doirasini o'zgartirish kerak. Yuqorida aytib o'tgandek, rivojlanib ketayotgan inson uni miyasida eplasa bo'ladi. Hamma narsani o'xshatsa bo'ladi. Men rivojlana olaman. Men zo'r ishlarni bajara olaman degan tasdiqlar bilan yashayapti. Lekin sizda unday tasdiqlar yo'q. Siz aytishingiz mumkin, men rivojlanishni xohlayman. Men zo'r bo'lishni, baxtli bo'lishni, muvaffaqiyatli bo'lishni xohlayman deyishingiz mumkin. Lekin o'sha gaplarni ayting. Mayli, men sizga shuni tavsiya qilaman. O'sha gaplarni aytingda, men zo'r bo'laman, men rivojlanaman deb o'zingiz xohlayotgan narsalarni so'zlang va sukut saqlang. Jim o'tiring. Ichingizdan nima o'tadi? Tushunyapsiz? Ichingizdan sizni ikkilamchi fikrlar, ikkilamchi qo'rquv, xavotirlar o'tib turadi. Mana shu sizni avtomatik haqiqatlaringiz bo'ladi. Siz ishongan, siz tasdiqlagan narsalar bo'ladi. Aynan ichingizdan nima o'tyapti? O'xshata olmasamchi, o'xshamasachi? Menga befarq bo'lib qolsachi, meni tashlab ketsachi, meni aldasachi?
aynan mana shu aldanish, yolg'iz qolib ketish, hech narsani o'xshata olmaslik, bu sizni ichki haqiqatlaringiz. Tushunyapsiz-da? Ana shu ichki haqiqatingizni anglab, mana shu ichki haqiqatlar menga qanday shakllandi, nima sababdan shakllandi? Tushunyapsiz-a? O'sha siz tasdiqlagan tasdiq noto'g'ri ekanligiga men sizga isbotlab beraman. Sizni miyangizga isbotlab beraman. Tushunyapsiz-a? Aynan psixoterapiya jarayonida ham xuddi mana shu amaliyot bajariladi. Ya'ni qarang, o'lim qo'rquvi insonlarda aylanadi. Ba'zi bir insonlarda nevroz holatiga kelgandan keyin o'lim qo'rquvi miyasiga yopishib qoladi. Ana endi nima qiladi o'sha insonlar? Avvalo psixoterapiya jarayoni o'tkaziladi u inson bilan va u insonga anglov beriladi, u insonga hayotga yashash bo'yicha tushunchalar beriladi va topshiriq beriladi. Nima? O'limini qabul qilish. Tushunyapsiz? Ya'ni buni men sizga hozir ketma-ketlikda tushuntirib beraman. Birinchi o'chratda o'lim qo'rquvi insonning miyasida aylanayotgan paytida unga bog'liqliklar bo'ladi. Endi bu ishim nima bo'ladi? U ishim nima bo'ladi? Endi atrofimdagilar qanday yashaydi yoki-da endi ular qanday fikrda bo'ladi? Men o'lib qolsam nima bo'ladi? Degan bog'liqliklarni siz uzasiz. Atrofingizdagi insonlar qanday fikrlaydi? Sizning ishingiz nima bilan yakunlanadi? Endi bo'ldi. Mayli, men tayyorman, men roziman deysiz. Oldin o'zingizni o'sha o'limga tayyorlab olasiz. Ya'niki bog'liqlik fikrlarni uzib chiqasiz birma-bir. Nima kelayotgan bo'lsa. Va ikkinchi jarayon o'limizga qo'pol qilib aytganda tayyorgarlik ko'rasiz. Xo'p, qanday o'lamiz? Qanday o'lishim kerak? Mana shu tikka holatda o'lib qolsam bo'ladimi? Yoki-da yotgan holatda o'lib qolamanmi? Deysizda taymer qo'yasiz. 5 daqiqa yoki-da 2 daqiqa. Hozir o'lib qolaman. Hozir o'lib qolaman. Deysiz taymerga qaraysiz, uje siz tiriksiz. Keyin 5 daqiqaga qo'yasiz. Taymerga qo'ydingiz. Uje 5 daqiqa kutyapsiz. Siz o'lmayapsiz. Bu mashqni uzog'i bir 10 kun bajarsa inson, uje o'lim qo'rquvi uni qiynamay qo'yadi. Uje miya tushundi. Ha, men bu holat, bu fikr meni o'ldirmas ekan. Men bu fikr bilan o'lib qolmas ekanman degan miyada yangi asos, yangi tasdiq o'rnashadi. Tushunyapsiz? Bu nevroz holati bilan bog'liq vaziyatni aytib o'tdim. Ana endi agarda ayollarda ham misol uchun sizda qanaqa tasdiq bor? Erkak kishi yomon, erkak kishi vahshiy, erkak kishi befarq, erkak kishi yomon inson bo'ladi va hokazo. Siz buni hozir esla olmasligingiz mumkin. Lekin siz yoshligingizda qaysidir erkak kishini ko'rish, eshitish orqali, tinglash orqali va hokazo siz tasdiqlarni o'rnashtirib olasiz. Erkak kishi yomon bo'lar ekan, erkak kishi qadrlamas ekan. Tushunyapsiz-a? Va mana shu tasdiq bilan yashayotganligingiz tufayli sizning miyangizda gumon bo'ladi, ichki gumonlar. Yomon bo'lib qolsachi, yomon inson hayotimga uchrasachi, biror bir xiyonatkor uchrab qolsachi, meni aldasachi, menga befarq bo'lsachi, meni tashlab ketsachi. Ichki gumon, tushunyapsiz? Mana shu ichki gumonlari tashqarida amalga oshadi. Nima uchun? Agar sizni mana shu ichki holatingiz tashqarida insonlar tomonidan ko'rsatib berilmasa, siz o'zgarmaysiz. Siz o'sha ichki gumonlar bilan yashab o'zingizni o'zingiz yo'q qilasiz. Va eng yaxshisi bu hayotning qonuni insonning ichki holatini tashqi dunyo aks ettirib beradi. Xuddi oyna singari sizga ko'rsatib beradi. Mana sen qanday haqiqat bilan yashayapsan? Kimdir sizni kamsityaptimi? Kimdir sizni tashlab ketyaptimi? E'tibor bering. Sani iching mana shu deb sizga ko'rsatib berayotgan bo'ladi. Siz anglamaysiz. Anglamagan holatda u insondan norozi bo'lasiz, o'zingizdan kamchilik qidirasiz. Bu yana nima bo'ladi? O'zingizga tushkunlik, ruhiy bosimni yana shakllantirasiz. Ruhiy bosimda yashaysiz. Bu sizni xotirangizga, diqqatingizga, fikrlashingizga o'ta salbiy ta'sir qiladi. Va bular to'planib miyangizda mana shunday salbiy fikrlar to'planib tana a'zolaringizda kasalliklarni keltirib chiqaradi.
Hurmatli kuzatuvchilar, men yuqorida sizlarga aytib o'tgan tasdiqlar sizda bormi? Ya'ni ichingizda mana shunday tasdiqlar bormi? Siz so'zlayotgan paytingizda, xohishlaringizni so'zlayotgan paytingizda ichingizda nima tasdiq urib turadi? Nima tasdiq so'zlab turadi? Ovoz yangrab turadi. Mana shularni kommentariyada, izohlarda yozib qoldirishingizni men sizdan so'rab qolaman. Farqi yo'q. Aynan hozir sizni nima qiynab turgan bo'lsa ham, aynan ichki qanday holatlar qiynab turgan bo'lsa ham, qadrsizlikmi, yolg'izlikmi, tashlab ketilishmi, aldanishmi, kamsitilishmi, farqi yo'q. Mana shu psixologik holatlaringizni kommentariyada, izohlarda yozib qoldiring. Men sizlarga bu bo'limlarni chuqurroq tarzda inshaalloh yanada tushuntirib beraman. Hurmatli kuzatuvchilar, barchamiz qadrimiz baland. Bu dunyoga Alloh bizni qadrli qilib yaratdi. Mana shu dunyoni Alloh biz uchun yaratdi. Siz agarda tashqi mana shu moddiy narsalardan qo'rqib, moddiy narsalardan xavotirlanib yashayotgan bo'lsangiz, bu siz shakllantirgan narsa. Qo'rquv, xavotir, vahima, shubhalanish, nafrat bu sizga tug'ma talant emas. Buni siz shakllantirasiz. Siz qanday yaratgan bo'lsangiz, qanday shakllantirgan bo'lsangiz, xuddi shunday uni bartaraf qilasiz. Buni imkoni bor, albatta bor. Agarda men o'zgarishni xohlayman, men rivojlanmoqchiman, men bilim olib, o'zimni, tasdiqlarimni, o'zimni dunyoqarashimni yangilamoqchiman desangiz, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, qadri baland qadrdonlar.